2. bab. Wang Lingning arvohga tutilishi. Lao Yang o'lganda Wang Ling shahardagi bolalarning uyida xotirjam orom ilayotdi. Lao Yangning o'lim xabari Lao Yang bilan eng yaqin bo'lgan Wang Lingga nihoyat tez yetib keldi. U Lao Yangning o'limini anglagandan keyin faqatli ishongisi kelmadi. Kimningmi mushundaq yaxshi odamni o'ldirishga qo'li bo'lsin? Undaq bo'lishi mumkin emas. U Lao Yangning o'limini anglabla nihoyat tezlikda qaytib keldi. U kelganda Lao Yangning jasadini soqchi idorasidagilar olib ketgan bo'lib, qo'lim qo'shinlari uningga Lao Yangning bak ichinishlik o'lganligini aytishdi. U bu Qadinas birodarining o'lganda bo'lsa-mu yuzini bir ko'rib olishni orzu qiladi. Lekin soqchixondagilar bemorning bevosita oilasidagilar bo'lmasa, jasadni ko'rishga yo'l qo'yilmaydi. Jasad yerlikka qo'yilishdan burun biz uni davomli turda tekshiramiz deb, uning Lao Yangni ko'rib olishiga yo'l qo'ymadi. Lekin Wang Ling bosh odam emas edi. U munosabat doirasidan foydalanib, qizil bo'loq sunib yurib, jasad saqlash uyiga kirib, Lao Yangning jasadini ko'rib cho'chib ketdi. Lao Yangning kamar ko'zlari, yerilgan ko'kragi, yirtilgan eg'izni ko'rib, mahaldagilar aytgandan bakrak ichinishlik o'ldirilganligini bildi. U unsiz yosh to'kmoqda edi. Shuncha oq ko'ngil Lao Yangni bu darajada vahshiylarcha o'ldirgan narsaning odam ekanligiga ishonmadi. Xotirjam yot Lao Yang. O'lim hargizmi bekorga ketmaydi. Men cho'qim qotilingni topaman. Qisosini cho'qim ib beraman. U shundoq deb ko'z yoshlarini to'kkanicha jasad saqlash uyidan ayrildi. Jasad saqlash uyidan chiqib, uyga qaytmasdan qo'shni yeziga qarab yo'l oldi. Qo'shni yezda uning bir polchi do'sti bo'lib, ismi Yang He edi. Wang Ling Lao Yangni odamning o'ldirganiga faqatli ishonmaydi. Chunki uningcha bo'lganda har qancha rahimsiz odammi bunda qabih ishni qilmaydi. Wang Lingning o'yicha bo'lganda Lao Yangning o'limining sababini faqat Yang He tushuntirib beralaydi. Wang Ling yetib kelganda Yang He eshik oldida u yoqdan bu yoqqa mengayotgan bo'lib, birsini saqlayotgandek ko'rinadi. Hay, birasini saqlayapsan. Ha, shundoq, seni saqlayapman. Mana. Nima? Mening kelishimni bilamsan? Bo'ldi, avval uyga kirib, ondan qolgan gaplarni deyishimiz. Mana. Ular Lao Yangning uyiga kirdi. Yang Hening uyidagi ustalning ustida Lao Yangning o'limi bilan munosabatlik bo'lgan lat qo'nchoqqa o'xshaydigan qo'nchoqdan birisi turadi. Wang Ling amdi eg'iz ochay deb turishiga Yang He gap boshladi. Lao Yangning o'limini men angladim. Shunga sening shahardan qaytib kelibla, meni izlaydiganligini biletdim. Shunga eshikning oldida seni saqlab turishim. Nima? Bu gapcha Lao Yangni kimning o'ldirganligini biladigan-sanda. Butunlay undaq emas. Lekin uni nimaning o'ldirganligini obdan bilaman. U shundoq degunicha ustal ustidagi qo'nchoqni ilib Wang Lingga ko'rsatdi. Ko'rdingmi? Uni o'ldirgani dal mush qo'nchoq. Nim dedim? Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Bir lat qo'nchoq qandoqsiga odam o'ldira olasan? Aldirmay tur. Sen bilmaysan. Azrail qo'nchoqni biladigan odam nihoyat oz. Buni biladiganlarmi osonlikcha boshqalarga ishlatmaydi. Chunki uning vositasi intayin qabiy bo'lib, jasadning ro'yini qaytirib kelish orqali odamlarni qaslab o'ldirdi. O jasadlarning ro'yi qo'nchoq egisining kontrolligida bo'ladi. Faqat topshirgan vazifani o'rindashni biladi. Ular o'lik odam bo'lg'achqa rahim shafqat deganni asla bilmaydi. Ularning ro'yi har vaqt qon talab qilib turdi. Shuni ular o'ldirgan odamlar intayin ichinishlik o'ladi. Lekin bu qandoqligi mumkin bo'lsin? Nadimi o'lik tirilib odam o'ldiradigan ish bor?
Mubada shundoq bo'ldimi deyli? Shuncha nurg'un odamning orasidan Lavyangning o'ltirilishi hargizmi tasodifiylik emas-da. Bu degan tasodifiylik emas, balki qaslab o'ltirish. Hey, odatda Azrail qo'nchoq o'ynag'ichi uchun uningga qarshi tarafning tug'ilgan kun, tava yulduzi yoki badandan bir atal choch yoki bir tomchi qiyni bo'lmasa, qarshi tarafga hech qanday ziyon yetkazmaydi. Lavyangning ishig'i kelsak, uni cho'qim birsi qaslab o'ltirgan. Bu qandoqmi mumkin bo'lsin? Lavyangni men 5 qo'ldek bilaman. Onun ya birer düşmanı bo'lmasa, onun ustiga o qo'lim qo'shlar bilanmi bakli yaqin o'tidi. O o'zimi noyda oq ko'ngil. Birasining tishig'i tiyib qo'yishi mumkin emas. Onun düşmanının bo'lmag'ini, uni boshqalarning qaslamaydiganligidan derak bermaydi, birodar. Sen eng avval Lavyang yaqinda nima ishlarni qildi? Kimlar bilan aloqa qildi? Nalarda yurdi deganlarni surishtirib boqqin, ha? Balkim bir yip uchiga erishib qilishing mumkin. Biz avval qo'nchoqning egisini topaylik. Qo'nchoqning egisini topsaqlar, qolgan sirlar o'zligidan yeshilib ketadi. Ma'qul. Ems shundoq kelishdik. Ma'qul. Wang Ling shundoq deginicha Yangxining birdam o'ltirg'in deganiga qaramasdan mahallasiga qarab yo'l oldi. Uning butun asyodi Lavyangni qaslab o'ltirgan odamni aniqlashtirib qolgan edi. Wang Ling uyiga qaytib kelib, xo'lim qo'shillardan surishtirib yurib, Lavyang o'lgan kuni kunduzi uning o'zini izlab kelib, uy taqoq bo'g'ashqa qimarxonaga ketganligini bildi. Bu vaqtda kechmi kirib qolgan edi. Wang Ling qolgan ishlarni ati aniqlashni ko'ngliga pukib, uyga kirib ketdi. Wang Ling kechsi tush ko'rdi. Tushida Wang Ling bilan ikkisi egiz tog'ning cho'qqisida ketib boradi. Ular bir tik qiyoning oldiga kelganda Lavyang tuyuqsiz pastga serilib ketib, qiyog'i esilib qoldi. Wang Ling Lavyangni tortib olmoqchi bo'lib, qo'lini uzdi. Qayoqdandir bir qop-qora maxluq paydo bo'ldi-da, Lavyangga etilganicha Lavyang bilan tangla qiyoning ostiga tushib ketdi. Wang Ling tushib ketgan Lavyangga qarab etib, tuyuqsiz ko'zlari heliqi maxluqning ko'zlari bilan uchrashib qilib cho'chib ketdi. O qandaqdir bir maxluq bo'lmasdan yuzlari chirib ketgan. Bir jup ko'zlarining o'rnida hech nima yo'q jasad bo'lib, bir qarashqa odamdek qiladi. Mundaqcha qilib aytganda, u bir tirik jasad edi. Uning Wang Lingga tikilgan kamar ko'zlari vujudiga etqusiz darajada qo'rqinch ep kelmoqda edi. Wang Ling cho'chib uyg'ondi. Uni qor bosgan edi. Acaba bu rasmidi? Raslo Lavyangni mushi jasad o'ltirganmidi? Bu vaqtda tangmu asosan etib qolgan bo'lib, Wang Ling atiganlik nashtini chalib bo'la qilibla azaldan beshidan ayrilmaydigan qalpig'ini kiyib, qamarxonaga qarab mangdi. Uning bu qalpig'ini o'lib ketgan qadinos ayoli so'g'ib qilgan bo'lib, har vaqt beshidan ayrilmaydi. Wang Ling yosh vaqtlarda qaltis usti qamarvas edi. Lekin uning qamar bilan xushi bo'lmag'ach, burilla buningdan voz kechgan edi. Boshqalar uning shuncha usti turib, nimishqa qamardan voz kechganligini so'raganda, u doim mundaq deydi. Qimar odamga yaxshilik etganmaydi. Buningda uttirsang o'zing vayron bo'lasan, utsang boshqalarni vayron qilasan. Garchi men qimarga shuncha usti bo'lsam-mu, boshqalarni vayron qilish badli kelgan boyliqlarga ehtiyojim yo'q. Shuning bilan boshqalarmu nima deyishini bilolmay jimib qoladi. Uning Lavyangni qimar o'ynashdan to'sishimi mushu sababdan edi. Wang Ling qimarxonaga kelganda ancha ko'p odam yo'q bo'lib, bir nechaylan bu ustalda o'ltirib qimar o'ynayotdi. Wang Ling bu qimarxonaga necha qitim Lavyangni izlab kelgachga, bu qimarxonadagilar asosan Wang Lingni taniydi. Hey, Lavyang aka, Lavyangning o'limini angladik. U haqiqatan yaxshi odam edi. Bizmi uni o'z qernishimizda ko'ratdik. Ko'nglingni ancha yerim qilib ketma, ha? Sizning shundoq yaxshi do'stingizdan ayrilib qolganingizga ko'nglingizni yerim qilayotganingizda bilib turyapmiz.
Biz yordam qilgudek ish bo'lsa davering aka. Hey, Laoyang sizningmi, bizningmi yaqin birodarimiz edi. Qo'limizdan kelgudek ish bo'lsa davering. Yordamimizni aymaymiz. Voy, qandaq aka. Qimarxona qadimingiz yetib qapti-ku. Azaldan biraz zo'rur ishingiz bo'lmasa bu yer kelmaytiniz. Har qancha bo'lsa-mu qimar o'ynag'il kelmagansiz? Agar payti kelib qolsa, o'ynabmi qo'yman. Lekin hozir buning vaqtim yo'q. Wang Ling shundoq degach, ayrim ustalga kelib o'ltirib, mulozim yigitni chaqirdi va uningdan oldingi hafta bu yerga Laoyangning kelgan kelmaganligini, nemishlar bilan bo'g'inni so'rdi. Mulozim yigit Wang Lingga oldingi hafta Laoyangning haqiqatanmi bu yerga kelganligini va yilqi so'rin talat bilan qimar o'ynaganligidan tortib hammani tafsiliy so'zlab berdi. Lekin yilqi qo'nchoqning ishi uning yodiga kelmagan edi. Boshqa bir alohida ish bo'ldimi? Yilqi qimarvozchi. Shundan dunyoga keldimi, kelmadimi? Yo'q. Boshqa alayda ahvol ko'rilmadi-ku deyman. Yilqi qimarvozmi shundan keyin kelmadi. Balkim bu yerlik bo'lmasa ketgan bo'lishi mumkin. Wang Ling mulozim yigitga unimig'ini qo'ymay ozroq pul berib, yilqi qimarvoz kelib qolsa, o'ziga xabar qilib qo'yishini aytib, uyiga qarab yo'l oldi. Agar Laoyangni demasa, uning bu qimarxonaga qadam bosqisi yo'q edi. Shunga u Laoyangning ishlarini so'rab bo'libla, bir yerimdan o'ltirmayla qaytgan edi. U yo'l bo'yi xiyol surib mangmoqda edi. Laoyangni rastilla osh qimarvoz o'ldirganman. Rastla shundoq qilgan bo'lsa, boshqalar bu ishni nemishqa ozroqmi bilmaydigan. Yoki yanxo meni ahmoq qilib degan. Mo'shu zamondami, mo'shundoq xurofiy ishlarga ishinib yurgandan keyin menmi zot bir ahmoq. U uyga qaytib kelib, bir necha kundan keyin yilqi mulozim yigit uning uyiga keldi. Uning eshikdan kirayotganini ko'rgan Wang Lingning ko'ngli bir ishni to'ygandek bo'ldi-da, uningdan so'radi. Hey, hali qimarvoz kelgan o'xshamamdi. Shundoq aka. Bugun u yana keldi. Qarg'anda bugunmi cho'ng o'ynaydigan chig'i kelibli bir nechalarni quruqdab bo'ldi. Qimarxonimi uning tamasini ko'rdigan odamlar bilan to'shib ketdi. Men sizni chaqirishga oram fursat chiqarib keldim aka. Laoyang o'rnidan turib, esib qo'ygan qalpog'ini elib kiyibla mulozim yigit bilan birga qimarxonaga keldi. Darvaqa bugun qimarxonda odam odatdagidan bakli ko'p edi. Mulozim yigit uni bulungdagi odamlar to'plashib olgan ustalning yiniga boshlab keldi. Darvaqa yilqi so'rin talat bu yerda o'ltirib qimar o'ynayotdi. Wang Ling uning shumliq yig'ib turadigan so'rin talatini ko'rib bir qismili bo'p qoldi. Acaba Laoyangni mushu o'ltirganmidi deb o'ylab turadi. Yilqi mulozim yigit uni yenik noqushladi. Qandaq aka? O'tgan qatim Laoyang akam bilan qimar o'ynagan kishimiz shu. Sizmi o'ynab qo'yamsiz ya? Shundoq. Menmi o'ynay degan edim, lekin ustal to'shib ketibdi emasmi? Ay, xotirjam bo'ling ha. Buning g'ubag'i men o'zim amal qilaman. Yilqi mulozim yigit shundoq deginicha qimar o'ynayotgan birsining qo'liga pichirilib edi. U kishi asta o'rnidan turib, Wang Lingga o'rin bo'shatib berdi. Yilqi so'rin talat Wang Lingning kelganini ko'rib, uni mansitmaslik nazar bilan sat hijaydi. Sizmi o'tirishdan qo'rqmaydigan o'xshamamsiz, ha? Peqir bu yerda qimar o'ynagandan buyon har doim ta'lim o'ngdan kelyotdi. Azaldan o'tirib baxmadim. Shundoqmi? O'tirishdan qo'rqsam, bu yer kelmagan bo'lardim. Kimning o'tirib, kimning o'tirganligini sal turib ko'rimiz g'o'tiq. Ular bir necha qo'l o'ynagandan keyin Wang Ling uning barliq pullarini utib oldi. Atrofdagilar Wang Lingni amdilardan ko'rayotgandek hayron bo'lishmoqda edi. Qimarga shuncha ustib turib, nemishqa qimar o'ynamaydigina deyishatdi ular. Yilqi so'rin talat bo'lsa, o'tirib etib, ochiqdan bo'g'ilib qolay degan edi. Boshqalar har qaytim Wang Lingni maqtaganda bir yerlari aytqusiz darajada beorom bo'ladi. Barliq pullarini o'ttirib bo'lgan so'rin talat
Wang Lingga qarab eg'iz ochdi. Peqir azaldan hech kimga uqtirib baxmagan. Bugun siz bilan tutishib, xeyli ko'zim ichilib qoldi. O'zimni qimor piri deb yursam, asli qimor piri siz ekansiz emasmi? Tunishqinimizning yuz xotirasi uchun bo'lsa-mu, buni qalpig'ingizni Peqirga hadiya qilsangiz tabarruk qilib saqlab olsam. Yo'q, bo'lmaydi. Buni rahmatlik ayolim menga sovuq qilgan. Boshqa har qanday narsani bersam-mu, buni bermayman. Undaq bo'lsa, men sizni tanlikda qo'ymay. Biz kelar hafta yana qimor o'ynaydi. Uninggacha qalpig'ingiz menda qolsin. Agar siz kelib yana ufsingiz, utgan pul va qalpig'ingizni qo'shib ep ketsiz. Navodi kelmay qolsangiz, qalpig'ingiz menda qoladi. Ta'lingiz bo'lsa, ayolingizni ko'rib qolamsiz texi. Qandoq dedim ko'pchilik? Ha, shunda. To'g'ri gap bo'ldi. Gap bo'ldi. Hey, qimog shunda ust turib ashnodimi qoqamsiz deyman. To'g'ri. Ha, shu. Wang Ling haqiqatan amalsiz qolgan edi. Ko'pchilikning ilqi so'rin talat tarafda turib Wang Lingni kushkurtishi oxiri unum berdi. Wang Ling amalsizlikdan qalpig'ini ilqi so'rin talatga berdi. U qimorxondan ayrildi. Laoyangni mushu so'rin talatning o'ltirganligiga uning zodili ishongusi kelmaydi. U yana ko'p javobga muhtoj edi. Shunga u qimorxondan chiqibla Yangxining uyiga qarab yo'l oldi. Bu vaqtda Yangxi uyda orom elib o'tadi. U Wang Lingning kelganini ko'rib, uni uyga boshladi.